Assalomu alaykum. Bolajon telekanalining topag'on, bilag'on, ishda ham, o'qishda ham chaqqon mitti muxlislari. Bu joningiz, oyijoningiz Bolajon shifoxonasi dasturini tomosha qilyaptilarmi? Ha deyotgan bo'lsangiz, qani darrov ularni ekran qarshisiga chaqiring, chunki biz boshladik. Yo'q deyapsizmi? Yo'q bo'lsa ham chaqiring. Shunday zo'r imkoniyatni qo'ldan boy bermasinlar. Aziz onajonlar, siz kutgan Bolajon shifoxonasi dasturi ayni damlarda sizga kerakli shifokor bilan birgalikda boshlanyapti. 71 kodi bilan 244 94 91 raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Farzandingizning salomatligi haqidagi hamma savollaringizni bizga ayting. Ha, yana Bolajon telekanalini ijtimoiy tarmoqlarda ham qo'llab-quvvatlasangiz, biz sizning savollaringizga javob berib, sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Buning uchun Instagram sahifamizga a'zo bo'ling, o'zingizni savollaringizni yo'llang hamda Telegramga ham savollaringizni yozsangiz bo'ladi. Endi esa shifokorimiz bilan tanishing. 30 yillik tajribaga ega tibbiyot fanlari nomzodi, pediatr pulmonolog Fotima Fayziyevna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz Bolajon ko'rsatuvining ijodkorlari, meni yana ko'rsatuvlarga taklif qilganlar uchun tashakkur. Albatta shu fursatdan foydalanib barcha onajonlarni o'zlarini qiziqtirgan savollarini berishlarini va ularga javob berib, ularni xursand qilishni o'zim oldimga maqsad qilib qo'ydim. Juda ham yaxshi. Biz xursandmiz. Fotima opa, sizni yana bir karra studiyamizda ko'rayotganimizdan. Men kechagina o'qigan edim, inson kulayotganda 17 ta mushaklar ishlar ekan, qovoq solayotganda 43 ta mushak ishlar ekan. Demak, biz kulsak, o'zimcha o'yladim, o'zimizga ham, atrofimizdagilarga ham va eng muhimi mushaklarimizga ham yaxshi ekan, ularni toliqtirib qo'ymas ekanmiz, to'g'rimi? Albatta. Kulganimizda baxt gormonlari ajraladi, melatonin. Demak, baxt gormonlari umrni uzaytiradi, insonni kayfiyatini ko'taradi. Kayfiyat ko'tarilgandan keyin va umringiz uzaygandan so'ng, albatta bu gormon yana immunitetni ko'tarishga ham yordam beradi. Ana, keyin yashagan saringiz yoshiraverasiz. Demak, onajonlarimizga ko'proq kulgu tabassum kerak bo'ladi. Sog'lom, barkamol, ruhan va jismonan yetuk farzandni tarbiyalash uchun bir tabassumli ona zarur, to'g'rimi? Qovog'ini uygan ona emas. Shu o'rinda men bir ajoyib yangilikka qo'l urganmiz ijodkorlarimiz bilan birga. Bolajon shifoxonasi haqidagi video Bolajon telekanalining Instagramga joylangandan keyin bu videoni tomosha qilib, birinchilardan bo'lib 3 ta izoh yozgan obunachi onamizga o'z farzandlarini bizning jonli efirimizga olib kelib, shifokordan ko'rikdan o'tkazish imkonini bergan edik. Yaxshimi yangiligimiz? Juda ham yaxshi yangilik, menga juda ham yoqdi va shu ko'rikni albatta efir davomida shu onajonlarimizga qilib berishga harakat qilaman. Bugun bizning studiyamizga bitta onajonimiz yetib keldilar, chunki onajonlarimiz respublikamizning turli hududlarida istiqomat qilishadi. Ayni damda men bolajonimizni studiyaga taklif qilaman. Onajon bilan suhbatlashib, bolajon haqidagi barcha o'zlarining shikoyatlarini bilib olganman. Marhamat, kela qoling. Qizalog'imiz 5 yoshda ekanlar, ismlari Soliha. Ayni damda salomatliklaridan hech qanday shikoyatlari yo'q, lekin shu kunlarda yuzlarida ozgina dog' paydo bo'lib qolgan va ishtahasizlik kuzatilyapti. Bolajon ko'p shifokorga borganda sizni ko'rishi bilan og'zini ochyapti. Shifokorga kelganda bolalar darrov og'zini ochishadi. Chunki tomoqlari ko'p og'riydi-da. Bu qizimizning yuzlarida ozgina oq dog'lari bor ekan. Chunki onajonlar tomoqlari ham ko'rinib turibdi. Mana qilganlarga tomoqlarida qizarishlari yo'q. Lekin ishtahalari kam bo'lsa, demak bu qizimizda ikkita narsa sabab bo'lishi mumkin. Birinchisi gelmentlarni tekshirib ko'rishimiz kerak, ikkinchisi bo'lsa vitamin defitsit holatlarini, vitamin tanqisligi deysiz-a? Kamqonlikni tekshirib ko'rishimiz kerak. Kamqonlik bilan vitamin tanqislik holatlarga olib keladigan bolalardagi juda ko'p uchraydigan bu holatni ko'pincha bolalarimizda gelmentlar sabab bo'ladi. Ya'ni gijjalar. Bu bolajonni efirdan so'ng yaxshilab tibbiy ko'rikdan o'tkazib, kerakli maslahatlarni albatta qoldiradi. Ana, onajonisi, farzandingizni shifokorimiz ko'rdilar. Marhamat, endi ularga javob beramiz va sizdan ketib qolmasligingizni so'raymiz. Jonli efirimizdan so'ng kerakli dori-darmon va tahlillarni yozib berar ekanlar. Aziz onajonlar, mana shunday imkoniyatga siz ham ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun Bolajon telekanalining Instagram sahifasiga a'zo bo'lishingiz kerak va doimiy ravishda bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlab tursangiz,
eng kerakli tavsiyalarni shifokorning shaxsan o'zidan olish imkoni bo'ladi. Biz ayni damda ham Instagram orqali jonli efirga chiqyapmiz va savollaringizni bemalol bizga yozsangiz bo'ladi. Eshityapsizmi? Qo'ng'iroqlar bilan bizni yo'qlashni boshlashdi. Alo, assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Aloqam pand berib qoldi. Instagram ijtimoiy tarmog'iga kelgan savollarni o'qiyman. Giperaktivlik qanaqa bo'ladi? Belgilari bor debdilar. Menimcha bolalardagi demoqchilar. Bolalardagi giperaktivlik belgilari bolaning bir joyda turmasligi. Judayam harakatlari ko'p. Bolani o'tirib bir 10 minut, 15 minut gaplashaman desangiz ham bola o'tira olmaydi bir joyda. O'tira olmaydi. Uni xotirasi juda ham mustahkam bo'ladi bunaqa bolalarni. Va bu bolalar juda ham harakatchan va o'zlarini umumiy jamoada ham tutib tura olmaydi. Ular maktablarda ham turib ketib yozish kerak, o'tirish kerak. Birinchi g'ayrati qaynar ekanda birinchi sinf o'quvchilarida bu juda kuzatiladi. O'qituvchilar aytadiki, mana shu bola o'tirmayapti, hali o'rganmayapti. Shuning uchun bunaqa bolalarda asosan boshida chaqaloqlik davrida gipoksik ishemik ensefalopatiya, ya'ni qiynalib tug'ilgan bolalarda nevrologiyasi bor bolalarda ko'proq kuzatiladi va bu bolalarni vaqti bilan o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqlik davrini 3 oygacha bo'lgan davrlarda davolash tavsiya qilinadi. Demak, giperaktivlik ham bir kerak, davo chorasi kerak. Shunday qoldirib bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Bolani toliqishiga olib keladi. Bu ham bir kasallikni klinik belgisi hisoblanadi. Bizda qo'ng'iroq bor. 71 kodi bilan 244 94 91 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va savolingizni bizga ayting. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Sizni ovozingizni eshitib turganimizdan xursandmiz. Doktorda savolim bor edi. Albatta, shifokorga berasiz savolingizni. Marhamat. 7 yoshli qizim bor edi. Ko'p shamollaydi. Yaqinda analiz topshirgan edik, общий analizga. Keyin kalsiy bilan D3 ga topshirdik. D3imizda ozgina sal pastroq chiqdi. O'shanga bunga kalsiy D2 qo'shilgan D3 bermoqchi edim. Amerikanskiy dorilardan Carlson degan D3 olgan edik, tomchisidan. O'sha 2007 da oldik. Necha tomchidan bersak bo'ladi? O'zingizni tanishtirib yuboring. Durdona, Toshkent shahri Chilonzor tumanida. Durdonaxon, savolingiz tushunarli bo'ldi. Marhamat. Savolingizni tushundim. Demak, har bitta tomchisida 400-500 единица doza bo'ladi. Agar 2000 единицаdan bersak bolaga, bu 4 ta 5 ta tomchini tashkil qiladi. Demak, bolangizga 4-5 tomchidan ertalab och qoringa berganingiz yaxshiroq. Siz juda to'g'ri tanlabsiz. Dorini yoki shifokoringiz vitaminini o'sha K2 bilan birga kelishi bu juda ham vitamin D ni so'rilishini yaxshilaydi. Va bolaga o'sha yordam beradi, ko'proq ichaklarda so'rilishini yaxshilab beradi. Rahmat javobingiz uchun. Bizni Bolajon telekanalining Telegram sahifasiga kelgan savollarni o'qiyman. Assalomu alaykum, qizim 1,5 yosh, gripp bo'lib o'tdi, lekin yo'tali bor, burni ham to'xtamayapti. Nima maslahat berasiz? Oldindan rahmat debdilar. Demak, gripp bo'lib o'tgan bo'lsa, bola yo'tali to'xtamayotgan bo'lsa, burni ham burni oqayotgan bo'lsa, gripp o'zi 2-3 kunda tuzalib ketishi kerak, agar to'g'ri muolaja qilinsa. Endi 3-4 kundan keyin yo'tal qo'shilsa, yana isitma qo'shilsa, demak albatta mutaxassisga murojaat qilishlari kerak. Chunki gripp 3-4 kunlari bronx yo'llariga va o'pkaga zotiljam asoratini berishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda albatta tibbiy ko'rikdan o'tishni tavsiya qilaman. Bu holat allergiya bilan bog'liq bo'lishi ham mumkinmi? Allergiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin qachonki agar bolada umumiy intoksikatsiya belgilari, ya'ni isitma bo'lmasa.
umumiy ahvoli yaxshi bo'lsa, burun bola yaxshi oqsa. o'ynab kulib yurgan bo'lsa, hech qanaqa isitma yo'q, tomoq qizarish belgilari yo'q, ishtahasi saqlangan bo'lsa, agar anamnezida, ota-onasida yoki bolani o'zida oldin ham allergik holatlar kuzatilgan bo'lsa, bu holatda bu allergiya bo'lishi ham mumkin. Chunki hozir bahor payti Juda ko'p bu holat. allergiyaga chalingan kasallarni hozir nima qiladigan payti, qo'zg'aydigan payti. Yana savol. Assalomu alaykum. Bolam 5 oylik, milki qichishyapti, oson. Tishi chiqishi uchun nima qilsam bo'ladi? Oldindan rahmat debdilar. Milk qichishayotganda biza aptekalarda sotamiz. Dorixonalarda? Dorixonalarda sotiladi. Bolalarni tish chiqishi uchun tish plastmassalari shunaqa aylana, o'shalarni olib yoki bo'lmasa ush sharoitda onalarga tavsiya qilamiz. Perchatka kiyib, o'sha perchatka kiygandan so'ng qo'lini sovuq suvda, muzdek sovuq suvda ho'llab, bolani o'sha milklarini 5-10 daqiqa davomida massaj qilish kerak. Va albatta biza bunday bolalarga agar tinchlanmasa, dorivor o'tlardan, giyohlardan tayyorlangan tomchilarimiz bor. Bolalarga beradigan ana shu tomchilardan tavsiya qilamiz. Rahmat Fotima opa. Shu o'rinda bir muhim eslatmani eslatib o'tmoqchiman. Endi Bolajon shifoxonasi dasturining vaqti o'zgaryapti. Kelayotgan hafta, ya'ni chorshanba kuni 9-apreldan boshlab biz kechki vaqtda 19:00 dan boshlab xonadoningizda Oynai jahon orqali mehmon bo'lamiz. Bizni aslo o'tkazib yubormang. Savollaringizni tayyorlab qo'ying va siz kutgan sizga kerakli shifokorlarni studiyamizga taklif qilamiz. Ayni damda esa jonli efirimizga qo'ng'iroq bor. Allo, assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Aloqa yana biroz pand beryapti, mayli. Bunday imkoniyat Telegramdan savol yo'llayotgan onajonlarni xursand qiladi, chunki biz ularning savollariga javob beramiz. Assalomu alaykum. Meni 6 oylik qizalog'im bor. Burni tez-tez bitib qolyapti. Shamollasa ham debdilar. Juda ham ko'p holat. Fotima opa, shunday holatlar hozir bolalar orasida. Burun bitishi chaqaloqlarda, ayniqsa 6 oygacha bo'lgan bolalarda juda ko'p uchraydi. Sababi bolalarning burun yo'llarini torligi, hali anatomik fiziologik xususiyatlari deymiz, burun to'siqlarining, burun fazuhalarining to'liq shakllanmaganligi, rivojlanmaganligi bo'lsa, ikkinchi yana juda ko'p uchraydigan sabab onalarning bolalarini juda ham issiq xonalarda issiq tutishlari, Namlik yetishmasligi deysiz-da? yetishmasliklari. Shu yo'sinda eslatib o'tmoqchi edim hurmatli onajonlarga. Burunlari bitmasliklari uchun bolajonlarni xonasini temperaturasi 20-21 gradus va namlik esa namlatgich albatta 50-40% ni tashkil qilishi kerak. Agar burni bitayotgan bo'lsa, ushbu boladagi allergik holatlari bo'lsa, o'sha holatlarni bartaraf etish va 6 oygacha bo'lgan bolalarga burun tomchilari faqat Fizz Rastor Aqualor tomchilaridan foydalanishlarini tavsiya qilib qolaman. Eng keyingi sabab, yana bitta sababi, bola shamollagan bo'lsa, agar bolada gripp yoki shamollash boshlanayotgan bo'lsa, unda bu holatni darrov oldini olishlari uchun o'zlarining shifokorlariga murojaat qilishlarini tavsiya qilib qolaman. Rahmat Fotima opa. Ayni damda biz Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali ham jonli efirga chiqyapmiz. Bizni kuzatayotgan onajonlarimiz sizga savol berishni boshlab yuborishgan. Assalomu alaykum. Meni qizim 4 yosh. Oddiy suv ichsa ham, uxlasa ham ko'p terlaydi. D3 kalsiy juda ko'p doktorlar menimcha berdik demoqchilar, to'liq yozmaganlar. Juda ko'p doktor ko'rsatmasiga binoan kalsiy berganmiz, ammo foydasi bo'lmadi. Qanday maslahat berasiz? Shermatova Mahsuma. Juda ham yaxshi, ko'pchilik so'raydigan savolni beribdilar. Ko'p onalarimiz aytadiki, mana kalsiy D3 beryapman bolamga, lekin shunda ham ko'p terlaydi. Hurmatli onajonlar, avvalambor bolangizni kalsiy D3sini, umumiy qon tahlillarini tekshirib ko'rish kerak. Agar qonda berayotgan dorilarni balki to'g'ri bermayapsiz, balki vaqtida bermayapsiz, balki kerakli miqdorda bermayapsiz. Dorilaringiz dozasi kamroq beryapsiz. Balki bu dori sizni bolangizning ichak faoliyati yaxshi bo'lmagani uchun, so'rilishi yaxshi bo'lmagani uchun yaxshi so'rilmayapti. Ya'ni o'sha vitamin kalsiyni dozasi yetmayapti hali ham bolangizga. Shuni sababini aniqlashtirib va bolani to'g'ri davolash yo'lga qo'yilsa, albatta bolani terlashi qoladi. Dori ham foydasi bo'ladi. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo. Allo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Andijon viloyatidan. Ismingiz? Ulug'nor tumani. Uydagilar yaxshimi? Bas ovoz past kelyapti. Nima deysiz? Ovoz past kelyapti. 6 oylik o'g'lim bor. Lekin bizga ovozingiz yaxshi eshitilyapti. 6 oylik farzandingiz, o'g'il farzandingiz bor. Ichi yaxshi kelmaydi-da, kunda klizma qilaman. Xo'p. Sizni shifokorimiz darrov tushundilar. Boshqa savolingiz yo'q-a? Yo'q, dorilar ichaman, foydasini bermayapti. 3 kunda keladi. Necha kunda keladi ichlari? Agar qotib qolsa, o'zi necha kunda keladi? Onajon, siz bizni eshityapsizmi? Alo. Xo'p. Tushunmadim. Qancha vaqt oralig'ida keladi bolajoningizni ichlari? Kunora o'zim klizma qilaman, keyin keladi, o'zi kelmaydi. Klizma qilmasa-chi? O'zingiz savol bersangiz ham bo'ladi. Klizma qilmasangiz agar qachon keladi? 3 kunda, 2 kunda, necha kunda keladi? Yo'q, kelmayapti. Yig'lab qoladi, keyin o'zim qilsam keyin keladi. Xo'p. Demak, bu holatda men bularning gaplaridan tushundimki, bolani ichakini albatta irgoskopiya degan tekshiruv bor, o'sha tekshiruvdan o'tkazishlari kerak. Bu holat yoki otasida yoki onasida dolika sigma degan kasalligimiz bor yoki dolika kolon deymiz, yoki bolani ichagi uzun, yoshiga nisbatan yoki bo'lmasa o'sha ma'lum bir qismida ichak kengayishi bor. Ana shu holatni ko'rib, tekshiruvdan o'tkazib, ana undan keyin davolanmasalar, bu bola 18-20 yoshgacha ham shunaqa yuraveradi. Shuning uchun bu onajonga kelib albatta tekshiruvlardan o'tishini va irgoskopiya qildirib, bu holatning sababini aniqlab, tezda tekshiruvdan o'tkazishlarini tavsiya qilaman. Chunki bu holatning eng yomon tomoni shundaki, bola 3 kunlab, 4 kunlab ichki yemagandan keyin o'z axlati bilan zaharlanadi bola va ichki zaharlanish bu hayot uchun muhim bo'lgan organlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bolaning miyasiga, jigariga o'zining zararli ta'sirlarini ko'rsatadi. Shuning uchun bu holatni albatta bartaraf etishlarini istab qolardim. Rahmat Fatima opa, kerakli tavsiyalaringiz uchun. Instagram orqali savol yo'llashyapti. Gipotonus haqida aytib bering. Massaj oldik, foyda bermadi. Kamoliddinova. Gipotonus degani bu demak bolalardagi tonusning pastligi, ya'ni pasayib ketganligi. Boya gipertonus dedik, endi gipotonus. Demak, gipotonus sababi homila ichi infeksiyalari, bolani qiynalib tug'ilganligi, boladagi nevrologik holatlarni borligi va asosan bolaning o'sha tug'ilgandan keyin bosh miya ichidagi gipoksiya holatlarini o'z vaqtida davolanmaganligi yoki qandaydir nevrologik kasalliklar borligidan dalolat beradi. Buni davolash uchun asosiy kasallikni o'zini topib, o'sha asosiy kasallikni sababini davolab, undan keyin esa qo'shimcha muolajalar, massaj, gidromassaj va bolani o'sha umumiy fon kasalliklari deymiz, raxitka, anemiya, o'sha vitamin D yetishmovchilik kasalliklarini hammasini birgalikda davolab, bir so'z bilan aytganda bolani umumiy reaktivligini to'liq darajaga olib chiqib, ana undan keyin o'sha massaj va gidromassajlar berish kerak. Rahmat Fatima opa. Salom, yaxshimisiz? Doktorga savolim bor edi. Jonli efirda kuzatyapman. Gavhar Shodbegim. Biz xursandmiz. Gavhar Shodbegim, bemalol savolingizni yo'llasangiz bo'ladi. Barcha onajonlarimiz Bolajon telekanalini ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlang. Biz shifokorimizdan sizning savollaringizga javob olib, sizni qo'llab-quvvatlaymiz. Ayni damda jonli efirimizga qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Yana aloqa pand berib qoldi. Bu yaxshi imkoniyat. Telegramdagi savollarni o'qiymiz. Assalomu alaykum, o'g'lim 7 oylik, 38 daraja isitma chiqdi, ozgina yo'tali bor. Tish chiqishida ham shunday belgilar bo'ladimi? Burni ham oqyapti debdilar. Tish chiqishida bu tish chiqishiga o'xshamayapti. Baland 8 bo'lsa, yo'tali bo'lsa, albatta bu yerda bolani kasallikni davrini necha kun davom etganini bilish kerak. Agar 3-4-kunlari bo'lsa, yo'tal bo'layotgan bo'lsa, bolalarda 80% juda ham aktual muammo ulardagi pnevmoniyaning rivojlanib ketishi. Hozir ko'p shunday holat. Shu holatda albatta onajonlarga 3-4 kun davom etayotgan isitma bo'lsa, isitma ayniqsa 38 bo'lsa va yo'tal qo'shilgan bo'lsa, o'sha o'pkani bronxit yoki zotiljam kasalligini o'z vaqtida diagnostika qilib davolash kerak. Chunki bu kasallik bolalarda juda ham og'ir o'tadi.
Fatima opa, yana savol. Assalomu alaykum. 2 yoshli qizim bor, uxlaganda xurrak otadi. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Xurrak otish nasldan naslga o'tadimi? Davo choralari bormi debdilar. Yo'q, xurrak otayotganligi balki burun to'siqlari bor, balki lorda qanaqadir muammosi bor. Bu nasldan naslga o'tadigan kasallik emas. Meni fikrimcha. Yuqadimi? Yuqadi ham deyishadi. Yo'q, bu narsalar yo'q, meditsina tomonidan ilmiy isbotlanmagan. Shunchaki tushunchalardan. Odamlar og'zidagi gaplar. Instagram sahifamizga kelgan savol. 3 oylik qizimni ko'zini ustida tomir ko'rinib turadi, ko'karib, ikkita ko'z o'rtasi bo'lsa ko'karib turadi. Bu nimadan debdilar? Demak, bu bolajon onasi homiladorlik paytida toksikoz qushiga o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki homiladorlikda tonus bilan o'tgan bo'lsa, bola qiynalib tug'ilgan bo'lsa, ko'proq bu holat gipoksiya bilan tug'ilgan bolalarda kuzatiladi va bu tranzitor holat, ya'ni o'tib ketuvchi holat hisoblanadi va 6 oydan keyin bu narsa o'tib ketadi. Opa, yaxshimisiz? Meni savolim, o'g'limni 3 oylik bo'ldik, 5 kilo chiqdi, smes beraman, ona suti ham emadi, qornimiz ham ko'p dam bo'ladi debdilar. 3 oylik ham. Agar bola 5 kilo chiqibdilar. Agar bola tug'ilganida 3 kilo atrofida bo'lgan bo'lsa, 5 kilo tuqqan bo'lsa, 400 gram des yetmayapti bolaga ozgina. Demak, agar 400 gram og'irlik yetmasa, biza darrov bolada o'sha qo'shimcha quruq sut aralashmalari yoki onani ovqatlanish ratsionlarini to'g'rilaymiz va albatta vesini har oyda pediatrdan ko'rsatib, bu vesni har oyda nazorat qilib turishlari kerak. Chunki bolalarda vesi orqada qolishi ko'p kasalliklarning sababi vazn olmasligi, ya'ni. Vazn olmasligi ko'p kasalliklarga olib kelishi mumkin. Fatima opa, charchab qolmadingizmi? Yo'q. Hammasi joyida, kayfiyatingiz zo'r. Men jonli efirga qo'ng'iroq qilgan muxlisimiz bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Alo, sizni eshityapmiz? Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bizni yaxshi eshityapsizmi? Qashqadaryo viloyatidan. Qaytarib yuborasiz? Menimcha bizni ham televizor orqali tomosha qilyapsiz, ham ovozimizni telefonda eshityapsiz. Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz zo'rmi? Yaxshi sizlarmi? Onajon, Oynajahonning ovozini pasaytirib qo'yishingizni, telefoningiz esa baland ovoz rejimida bo'lsa, o'chirib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Alo. Ana bu boshqacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Rahmat. O'zingizchi? Yaxshi, rahmat. Men Qashqadaryo viloyatidan. Ismingiz? Ismim Dilnoza. Juda ham shoshib gapiryapsiz. G'ayratingizga ko'z tegmasin. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Shukr, opam yaxshimi? Yaxshimisiz? Qanday savolingiz bor bizga? 3 yoshli qizalog'im bor. Eshitilyapti? O'tishlari, rivojlanishlari, hamma narsa joyida, faqat yurgan vaqtlari e'tibor bersam, ikkita oyog'ini sal bir-biriga tegirib, yurish ko'zga ko'rinyapti. Oyoqlari. Shunda sal katta bo'lgandan keyin o'zi joyiga tushib ketadimi yoki bir masajdami olib borishim kerakmi? Savolingiz bormi onajonimizga? Oyoqlar bir-biriga yurganda tegyapti, tizzalari shunaqami? Tizlar emasda shu anular oyoqlarida salgina bir-biriga ichqalib yurishi bor. Salroq ichkariga, ikkita oyog'i ichkariga qarab yurishi borda kuzatilgan vaqtda. Xo'p. Shifokorimiz sizni tushundilar. Endi diqqat bilan javobni eshitasiz. Marhamat. Hurmatli onajon, sizni bolangizda shikoyatingiz bo'yicha o'yladimki, yoshligida bolangizda displaziya bo'lgan yoki rakitni asoratlari qolgan. Agarda siz hozir ham kech emas, bolangizni qon tahlilini D bilan kalsiyga topshirib, agarda bolangizda D kalsiy yetishmovchiliklari bo'lsa davolab va yonma-yon ortoped vrach bilan birgalikda bolangizni shu aytayotgan yurishlardagi muammolarini hali ham davolasangiz bo'ladi. Demak, imkoniyat bor onajonimizda. Gavhar Shodbegim Instagramga sizni kuzatyapmiz deganlar endi savollarni yozibdilar. Qizimga suv chechak toshgan, ancha kamaydi. Qachon yuvintirsam bo'ladi? Deyarli qolgan ham usti qotib qolgan. Yo hammasi yo'qolgandan keyin yuvintiramanmi?
suv chechak toshgandan keyin 14 kun 2 hafta davomida biz bolalarga cho'miltirishni tavsiya qilmaymiz, chunki cho'miltirganda suv chechak suvli bo'lgani uchun u ko'payib ketib qoladi. 2 haftadan so'ng hamma toshmalari qurib to'kilgandan so'ng bolani cho'miltirishlari ham mumkin. Agar bog'chaga chiqadigan bo'lsa, bog'chaga ham borishlari mumkin. Telegramdan kelgan savollarni tez o'qiyman, siz ham tez javob berasiz, chunki vaqt jonli efirda juda ham qadrli. Assalomu alaykum. O'g'lim 4 yoshda, og'izlarining chetlari bichilib qoladi. Bu nimadan? Nima qilsam bo'ladi? Og'izlarning atrofi bichilib qolishi ko'pincha gelmentlak, vitamin yetishmovchiliklarida kelib chiqadi. Albatta bolangizni tekshirtirib, qanaqadir defitsit holatlari bo'lsa davolatishni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Meni ismim Muslima, farzandim 4 oylik. Xirillash ketmayapti. Bitta ikkita yo'tali bor. Burnini tozalab turaman. Ozginadan suyuqlik chiqadi. Bu xavfli emasmi? Keyin akvaditrin bergandim. Oldin terlamasdi. Shu doridan keyin terlaydigan bo'lib qoldi. Keyin 2,5 yosh qizim bor. Sal injiq, tez asabiylashib ketadi. Rosa harakatchan. Uyqudan turganda yig'lab turadi. Javobingiz uchun rahmat. 4 oylik bolani xirillab qolishini uyda o'tirib kutmasdan darrov vrachga murojaat qilishlarini so'rayman, chunki bu xirillash boladagi bronxialit, ya'ni kichkina bronxlarning orasidagi shamollash bilan zotiljam belgisi bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa tuzalgandan keyin qolayotgan o'tkinchi xirillash bo'lishi mumkin. Shuning uchun buni siz uyda hech narsa qila olmaysiz. Albatta shifokor nazoratga chiqishingizni tavsiya qilaman. Ikkinchi bolangiz kelsa 2,5 yoshdan keyin 2,5 yoshdagi bolangiz uxlaganda yig'lab turishi, endi ko'p bolalar uxlaganda yig'lab turadi. Nima uchun yig'laydi? Ular o'ylaydiki, yonida onasi yotibdi, chunki bolajonlar juda ham onani yonida bo'lishini xohlaydi. Ular himoyaga juda ham muhtoj bo'ladi, chunki ular faqat o'zlarini yaxshi his qiladi onasi bilan birga bo'lganda. Shuning uchun yig'layotgan bo'lishlari mumkin. Demak, o'tib ketadigan holat, xavotirga hojat yo'q. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo, sizni eshityapmiz? Allo. Assalomu alaykum. Allo, assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz? O'zingizni tanishtiring. Opa, meni 3 oylik farzandim bor. Onajonlarimiz 3 oylik farzandimda anaqa grizasi bor. Grizasi yig'laganda ishib ketyapti-da. Shuning uchun yig'laganda ishyapti. Больницаga olib borsak, sal katta bo'lsin, griza xavfli emas deyapti. Ozgina yig'laganda ishib ketyapti. O'zi ham umuman uxlashi yaxshi emas, ichi yaxshi kelmayapti. Ismingiz nima? Allo. Onajonimiz hayajondalar. Eng muhimi savollarni berib oldilar. Demak, javobga marhamat. 3 oylik bolaning ichida grizasi bo'lishiga sabab o'zlari ham aytib turibdilar, bolamning ichi qotyapti deb. Bu ichi qotish bolalarda ko'pincha grizaga sabab bo'lib qolishi mumkin. Menimcha qatdan grizaliklarni aytmadilar. Ko'pincha 3 oylik bolalarda kindik grizasi, churrasi bo'ladi. Bu o'tib ketuvchi holat hisoblanadi. Nima uchun? Chunki kindik churrasini chiqishiga sabab hali kindikni atrofidagi ko'ndalang-simon va aylanasimon muskullar rivojlanmagan bo'ladi va bolani ichi qotgandan keyin, bola kuchaygandan keyin churraga sabab bo'ladi. Shuning uchun bu onamizga bolani ichini qotmaslikdan har kuni ichini kelishlarini nazoratga olishlarini va albatta xirurg bilan, pediatr bilan doim muloqotda bo'lishlarini tavsiya qilaman. Rahmat Fatima opa. Instagramda jonli efirga chiqyapmiz va onajonlarimiz bizni kuzatishyapti. Bundan xursandmiz. Albatta, Bolajon telekanalining Instagram ijtimoiy tarmog'iga, sahifasiga a'zo bo'lib oling va mana shu shifokorlarimiz tomonidan aytilgan tavsiyalarni biz joylab boramiz. Xuddi dori qutida kerakli dori turgandek, Instagram sahifamizda ham sizga kerakli tavsiyalarni biz saqlab qo'yamiz. Kerak vaqtda ko'rasiz, o'qib olasiz va tibbiy savodxonligingizni oshirishda davom etasiz. Assalomu alaykum. 5 yoshli farzandimni og'zidan noxush hid keladi. Buni sababi nimadan bo'lishi mumkin? Tishlari qurtlamagan, sog'lom debdilar Umidaxon. Buni sababi bolada demak, albatta gelmentlarning borligi. Gijjalar. Yoki bo'lmasa, ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Ularning oshqozondagi helikobakter mikroblari bor. O'shani tekshirib ko'rish kerak. Agar bola noto'g'ri palaparcha ovqatlanadigan bo'lsa yoki bolaga mumkin bo'lmagan ovqatlarni ko'p yesa ham shunaqa bo'lishi mumkin. Ikkita holatda gastrit bilan gelmentozni tekshirib ko'rishlari kerak. O'zi umumiy holatda onajonlarimiz o'z farzandlarini qanday qilib gijjalardan himoya qila oladilar? Bu juda katta
ko'p juda ham vaqt oladigan narsa. Eng birinchi o'rinda bolani qo'lini yuvishni, ovqatdan doimiy oldin albatta qo'lini sovunlab yuvishni, ovqatdan tualetdan chiqqandan so'ng, hojatxonadan keyin bo'lsa kiyimlarni toza saqlashni va har kuni ich kiyimlarni dazmol qilishni, shu gigiyenaga tozalik qoidalariga rioya qilishni qilsalar, tavsiya qilasiz. oldin olgan bo'ladilar. Jonli efirimizga qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Salomatmisiz? O'zingizni tanishtiring, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Rahmat, yaxshi. Men Qashqadaryodan telefon qilyapman. Xursandmiz. Ismingiz? Ismim Oygul. Ovozlaringiz juda past kelyapti, lekin eshitilmayapti. Nima deysiz? Savolim bor edi. Albatta. Chaqalog'im bor. Yaxshi yemaydi, hozir yaxshi yemay qolgan. Shunday ko'kragim og'rirsam, bosh uraveradi. Keyin qo'shimcha umuman yemaydi, so'zga yemaydi. O'zi idishdan umuman malikalar, nistagilar artigan ichmaydi undan. Faqat meni yemaydi. Hozir shuni ham yemayman deb qolganda yig'laydi. Ko'kragimni beraversam. Eng birinchi Shunga nima qilsam bo'lar? Hali doktorlarga murojaat qilgan yo'q. Berishingiz mumkin. Birinchi bolangizmi? Yo'q, 4-chi bolam. Tug'ilishi qiyinroq tug'ildi har bu bolamda. Iflos suv bilan tug'ilgan. Xo'p. Onajonimiz savollariga o'zlari javob beryaptilar. Bola qiynalib tug'ilgan, iflos suv bilan, homila ichi infeksiyasi bilan. Bu holatda bolada bosh miya ichidagi qorinchalar kengayishi, boladagi bezovtaliklar, bolaning boshini og'rishi, bolaning ichaklaridagi og'riqlar bolaning emishiga qo'ymayapti. Shuning uchun bolani albatta pediatr bilan, nevrolog bilan maslahatlashib, davolash choralarini ko'rsa, bola yemadi ham, yaxshi ham uxlaydi, o'zi ham tinch bo'lib qoladi. Ham hozir onajonimiz biroz charchaganlar bu holatlardan. Menimcha, onajonlar qanday qilib o'zlariga kuch olishsa bo'ladi, shu farzandi betob bo'lib qolgan ona dunyodagi eng asabiy ona. Chunki o'zini o'zi boshqara olmaydi-da bu holatda. Nima maslahat berasiz? Ularni pozitiv bo'lishlarini maslahat beraman. Yaxshi niyat qilib, yaxshi bo'lishini bolani. Bolam yomon, bolam kasal, bolam tuzalmayapti, bolamni nima qilsam bo'ladi deb keyin albatta bitta shifokorni tanlashlarini tavsiya qilaman. Hamma shifokorga olib borib chiqib, bolam tuzalmayapti deb, boshqa shifokorga borib, ularni aytganlarini qilib, ularning dorilarini olib, keyin yana boshqalarni, bola ham o'zi ham qiynalib ketadi. Shuning uchun ularni pozitiv bo'lib, ishonch bilan bitta mutaxassis ushlab, ular bilan ishlashlarini tavsiya qilaman. Va albatta Bolajon telekanalida Bolajon shifoxonasi dasturini doimiy ravishda kuzatib borishni men tavsiya qilgan bo'lar edim. Bizning efir vaqtimiz yangi vaqtga ko'chyapti. Kelayotgan haftadan boshlab chorshanba kuni biz kechki vaqtda 19:00 dan boshlab Oynai jahoningiz orqali sizga shifokorimiz bilan birgalikda farzandingizning salomatligi bilan bog'liq savollaringizga javoblar, kerakli maslahatlar, tavsiyalar, yo'llanmalar, yo'riqnomalar beramiz. Faqat Bolajon telekanalini kuzating, Bolajon telekanalining ijtimoiy tarmoqlarida ham qo'llab-quvvatlasangiz bo'ldi. Qolgan hammasi zo'r bo'ladi. Ayni damda Telegramdan kelgan savollarni yana tez-tez o'qiyman, chunki onajonlarimiz ilhaq bo'lib turishadi-da savol yozganlardan keyin. Assalomu alaykum, xayrli kun. 3,5 yosh o'g'lim ishtahasiz ovqat yemaydi. Ertalab turganda og'zi hidlanib qoladi. Keyin oyoqchalarida mayda-mayda oq tog'chalar paydo bo'lgan. U gijjadan bo'lishi mumkinmi? Gijjani aniqlash uchun eng yaxshi tahlil axlatimi? Gijjani bartaraf etish uchun qanday dori tavsiya etasiz? Juda ko'p onalarda shunaqa muammo. Bolani agar bolangiz ovqat yemayapti va shirinlikka o'ch bo'lib qoldimi, darrov bolangizni o'sha gijjaliga tekshirtirish kerak. Chunki bu holat ko'pincha gijjalidan keyin bo'ladigan holat hisoblanadi. Endi u sharoitda qanday tavsiya berish mumkin? Juda ham yaxshi tavsiya qovoq urug'ini yeyish va chesnochniy maslalar sotiladi, tabiiy yog'lar, sarimsoq piyoz yog'i, sarimsoq piyozini yog'i juda bu holatda yordam beradigan narsa. Agar sarimsoq piyozni yog'ini bolaga 1 oy davomida bersangiz, ya'ni qaysi vaqtda berishni tavsiya qilasiz? Ertalab yoki ovqatdan keyin, 3 mahal ovqatdan keyin yarim choy qoshiq, 1 choy qoshiq yoshiga qarab bersangiz, bu bilan siz bolangizni ham ishtahasini ochasiz, ham gilslarni, ya'ni gijjalarni yo'qotasiz,
ham bolangizni umumiy holatini yaxshilaysiz, ham o'zingiz eng sizni qiynayotgan savoldan qutulasiz. Rahmat Fotima opa. Bunday bir beminnat, bepul maslahatlar faqat Bolajon shifoxonasi dasturida bo'ladi. Onajonlar va faqat Fotima opada bizni kuzatishda davom etasiz. Qo'ni-qo'shnilarga ham, qarindosh urug'larga ham, hammaga Bolajon shifoxonasi dasturini va Bolajon telekanalining ijtimoiy tarmoqlariga a'zo bo'lib olib, yaxshi foydali maslahatlarni bepul olish imkoni borligini albatta yetkazing. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Sizni biz eshityapmiz. Ha, rahmat. Biz Toshkentdan qilib yotgandim. Ismingiz? Meni otim Ma'mura. 10 oylik farzandimiz bor edi. Eshityapmiz sizni. Televizorning ovozini biroz pasaytirib qo'yasiz. O'zi 10 oylik farzandingiz bor ekan. Onajonlar bizga qo'ng'iroq qilganlarda eng birinchi savolni berib olishlari kerak. Birinchi qadamni necha yoshdan yoki emaklashi qancha oylikdan boshlanadi? 10 oylik u endi o'tiryapti-da. Tengdoshlari bilan solishtirganda 7 oylik bola emaklab ketdi deyishyapti. Demak, tengdoshlar bilan solishtirganda biz sizni tushundik, savolingiz yo'q-a Fotima opa? Marhamat, javobingiz. Demak, bolalarni psixologik motor rivojlanishi haqida qisqacha to'xtalib ketaman. 1 oylik bola 3 oygacha aniq juda ham nima deydi, qizil rang, shunaqa jalb qiladigan ranglarga qarashi, yorug'likka qarashi va o'sha yorug'likka qarab bitta tochkada tursa, demak bu bolani yaxshi rivojlanayotganligini bildiradi. 4 oylik bola, agar siz yordam bersangiz, bola o'sha o'girilishga harakat qiladi. 6 oylik bola bemalol o'girilib, qorinda bemalol o'yinchoqlarni olib, o'ynashga harakat qiladi. Bu normalarni aytyapman. Va 7 oylik bola 4 ta oyoqda turib, o'sha 7 oylik bola 8 oyda o'sha emaylashga harakat qiladi. 8 oylik bolalar 9 oylik bolalar bemalol emaylashlari kerak. 10-11 oylik bola o'zi mustaqil tura oladi, ya'ni turdi bola deb xursand bo'lamiz-ku. Shunaqa tura oladi. 11-12 oydan keyin 1 yoshdan boshlab bolalar o'sha yurishga harakat qiladi. Ana shu holatlar normal hisoblanadi. Agar sizni bolangiz kechikayotgan bo'lsa, albatta bu bolaga massaj, gidromassaj yoki nevrolog maslahati, pediatr maslahatlari bilan bolangizni o'z vaqtida yurishga hali ham harakat qilsangiz bo'ladi. 10 oylik dedilar menimcha farzandlarni. 10 oylik bolani emaylamayapti hali. Deyaptilar, emaylashlari kerak uni 10 oylik bolada. Bularga ozgina kechikyapti. Demak, ozgina orqada qolish bor. 1-2 oyga orqada qolish bor. Uni umumiy masajlar bilan, o'sha gidromassajlar, cho'miltirishlar bilan to'g'rilasa bo'ladi. Lekin Fotima opa, mana siz shifokor sifatida onajonlarga shuni ayta olasizmi? O'z farzandlarini boshqa bolalar bilan solishtirish kerak emas, to'g'rimi? Endi hamma o'zi boshqa bir olam, har bir bola. Ham bizda o'rtacha me'yorlar bor. Me'yor degani mana shu me'yor bilan chiqish kerak degani emas. Yo u yoqqa, yo bu yoqqa ozgina. Ozgina taxminan baribir chiqishlar bo'ladi. Shuning uchun xavotirga tushmasliklari kerak. Har bitta bolani o'zini baribir rivojlanish bosqichlari bo'ladi. Eng muhimi kayfiyatni eng yuqori darajaga ko'tarish kerak. Eng yuqori darajada va pozitiv bo'lib kerak. Bolani o'stirishda davom etish kerak. Instagram orqali bizni kuzatayotgan onajonlarga endi e'tiboringizni qaratasiz. Assalomu alaykum, meni qizim 7 yoshda, yuziga oq dog'lar juda ko'payib ketgan, juda ko'p davolatdim debdilar. Jabbor va Hayitgul. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ko'p onajonlar faqat o'sha shu mavzuda savol berishyapti. Agar ruxsat bersangiz, uy sharoitida onalar uchun shu mavzuni, shu savolni kamaytirish maqsadida 1-2 ta tavsiyalar berib ketaman. Marhamat, jon deymiz. Hamma bolalarga uy sharoitida dog'i bormi, yo'qmi, o'sha sarimsoq piyozi yog'idan, qovoq urug'idan berishlarini va gigiyena qoidalariga to'g'ri rioya qilishlarini va albatta bolangizni shunday holatlari kuzatishni уже boshladingizmi, qanaqadir belgilari boshlandimi, darrowda bolani o'sha axlatini 3 martalik tekshiruvlardan o'tkazib, qanaqa
gijja chiqqan bo'lsa o'shani davolashni boshlashlarini tavsiya qilaman. Dog' tushdi degani o'sha bolani ichki organizmda gijja ancha paytdan beri bor, u o'sha terigacha chiqdi. Shuning uchun bu holatda juda ham men ko'p onalarga tavsiya qilaman shu masalada. Antigilmet degan o'zimiz O'zbekistonda ishlab chiqariladigan tabletkalarimiz bor, o'tlardan tayyorlangan. Shu dorilarni har kuni kunora 3 oyda bir bolalarga berib, o'zlari profilaktika qilib turishlarini tavsiya qilaman. Rahmat Fotima opa. Bizda qo'ng'iroq bor yana. Assalomu alaykum. Televizorning ovozi juda baland, sizgacha eshitilyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat. Bir omadli insonlardan ekansiz, lekin shu oynajoxoningizni ovozini biroz pasaytirib qo'ying, bizga xalal beryapti. Bizni eshityapsizmi? Alo. Alo, eshitmayapsiz? Endi eshitilyapti. O'zingizni tanishtiring. Men Andijon viloyatida. Ismingiz? Abdumutallib. Shifokorimizga savolingiz bo'lsa, marhamat. O'g'lim hozir 7-sinfda o'qiydi-da, tug'ilganda burnida chanaqasi bilan tug'ilgan edi. 7 yosh kuchga to'lganda yo'qolib ketadi degan edi. Hozirgacha yo'qolmayapti. 5-6 ta doktorga ko'rsatdim. Berishingiz mumkin. Burunda nima bilan tug'ilgan dedingiz? Aliz laqa suv bilan bo'lib tug'ilgan edi, chaqaloqli paytda. Qaytarib yuborasizmi savolingizni? O'g'lim mana tug'ilganda laqa suv bilan tug'ilgan edi. Keyin bunni nafas olishi qiyin bo'lgan chaqaloqli paytda. Hozir endi mana 7-sinf, hozirgacha ashim bilan olishib kelaman, hech davosi yo'q-da. Yo'qolmadi-da, yo'qolib ketmadi. O'zi yo'qolib ketadi. Doktorga ko'rsatmasangiz ham degan edi, radon deylar. Javob berishingiz mumkin. Demak, sizni holatingizda burun bilan nafas olishni qiyinlikka olib kelmaydi, bu loqa suv bilan tug'ilganlik. Bu yerda ozgina noto'g'ri nima bo'lgan. Hozir bu bolani sizni shikoyatingiz bo'yicha lordagi mutaxassisda sizni muammongiz bor. Lor bilan mutaxassisga uchrashib, bolangizga bo'layotgan shu muammoni hal qilsangiz bo'ladi. Buni homila ichi infeksiyasiga unaqa aloqasi yo'q. Demak, o'sha bolangizni burnida yoki adenoidi bor yoki qanaqadir to'siqda qiyshiqliklar bo'lishi mumkin. Ana shu mutaxassislarga murojaat qiling va albatta bu savolingizga javob topasiz. Rahmat Fotima opa, charchab qolmadingiz, hamma joyida. Onajonlarga bir yaxshi maslahatlaringizni berib, kuch-quvvat to'playapsiz, chunki barcha shifokorlarimiz o'zlaridagi bilimlarini ulashsalar, qandaydir ishga bo'lgan ishtiyoqlari oshib ketaveradi. Telegramdan kelgan savollar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni o'g'lim 2 yoshda, tomog'idagi bodomcha bezi shishgan. Ingalyatsiya qilsam bo'ladimi va unga nimalar solsam bo'ladi? Oldindan rahmat. Onajonlarimiz uyda o'zlari bolalarini davolashga kirishib ketishadi. O'zboshimchalik bilan davo choralari juda ham ko'p uchrayapti hozir. Ingalyatsiyani mutaxassis bilan maslahatlashib, bolani ko'rikdan o'tkazib, ko'rgandan keyin tavsiya qilinadi. Bunday holatlarda maslahat berish noto'g'ri bo'ladi, chunki men bolani ko'rmasdan noto'g'ri maslahat berib qo'yishim mumkin. Tomoqlar shishgan bo'lsa, albatta bolani lorga hamda pediatrga ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi va ingalyatsiyani masalasiga kelsak, ingalyatsiyani albatta sharoitida o'zingiz emas, mutaxassis bilan maslahatlashgan shifokor yozib bergan dorilar bilan qilishingizni tavsiya qilaman. Bolamga D kalsiy, Aqua D3 beraman, lekin shunda ham suyaklari qirsillashi eshitilyapti. Hozir 5 oylik nima tavsiya berasiz? Oldindan rahmat, taxmina. 5 oylik bolani suyaklarida qirsillash eshitiladi. Ko'pincha hali ularda suyakka to'liq shakllanmagan ularda. Shuning uchun kalsiy D3larni berishdan oldin onalar juda ham yaxshi ko'radi kalsiy D3 berishni. Kalsiy D3 berishni o'zini qonun qoidasi bor. Uni
qonni tekshirish kerak. Kalsiy D3si o'sha bolaga kerakmi, berish kerak emasmi? Balki kerak emasdir. D3 miqdori agar ko'payib ketib qolsa, yana bu kasallikka olib keladi. Gipervitaminozda degan kasallik bor. Kalsiy ham ko'p berish tavsiya etilmaydi. Endi kalsiy ko'pincha ko'payib ketib qolmaydi hech qachon, hech qaysi bolalarda. Bu juda ham kam holatda, lekin baribir ham kalsiy D3ni albatta tekshiruvlardan keyin dozalarni o'shanga qarab mutaxassis bilan berishlarini tavsiya qilaman. Men ham har safar har dasturda shuni takrorlayman. Onajonlarga o'z boshimchalik bilan davo choralarini ko'rish bu yana bir boshqa bir kasallikka bolajonni a'zo qilish degan. Qarang, vitamin D agar ko'payib ketib qolsa, bola injiq, nerv sistemasiga ta'sir qiladi. Hattoki tirishishlarga, sudraglarga olib kelishi mumkin. Vitamin D ko'payib ketishi. Shunaqa vitamin D organizmda beraversa ko'payib ketib qolsa, u o'zini toksik zararini, ya'ni zaharlanishga keltirib chiqadi. Foydaga emas, zararga ishlaydi keyin. Shuning uchun albatta shifokor bilan maslahatlashlarini tavsiya qilaman. Bizga qo'ng'iroq bo'lyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. O'zingizni tanishtiring. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Marg'ilonda Mahliyo. Mani 8 yoshli o'g'lim bor. Tug'ilgandan beri ishtahasiz, juda yemaydi hech narsa. Ovqat yemaydilar farzandingiz? Gohida nima qiladi? Shirinliklar ko'p yeydi. Keyin dich allergiyasi ham bor. Pulmonologlarga ko'rsatib nima qilamiz? Gohida nafas qisib nima qiladi? Nafas qisib bo'ladi gohida, allergический ko'zi qichishadi, hozir ham ko'zlari qichib nima bo'lyapti. Umuman ishtahasiz. Bolangizda kamqonlik bormi? Tekshirtirganmisiz hech? Nimani? Kamqonlik bormi? Kamqon omali ekan. Qurtlargacha, gijjalarga tekshirtirganmisiz? Gijjalarga ham tekshirtirdik, gijjasi ham chiqqan edi. Hozir biroz kayfiyatingiz yo'qroq-a, onajonisi? Biz sezyapmiz. Chunki shifokorimiz aytyaptilar, siz kayfiyatingizni ko'tarmaguningizcha bolajoningizning immuniteti zo'r bo'lmaydi. Kundan kunga yalqovlashib boraveradi. Chunki qovog'ini solib turgan ona bolajonisiga bir mehrni ham boshqacha beradi-da, bir darmon mehr bermaysiz. Shuning uchun eng birinchi hozir o'zingiz kayfiyatingizni ko'taring. Uyog'i yaxshi bo'ladi, xo'pmi? Bolajon ham xafa bo'ladi. Har bir bola men o'qigandim, kulib turgan onani ko'rishni xohlar ekanda, baribir. Onasini yaxshi ko'radi. Onasini yaxshi ko'radi. Siz hozir qovoq solsangiz bolajoningiz nima qilsin? Demak, shifokorimiz javob beradilar. Sizni holatingizda baribir bolalar nimasidan, tengdoshlaridan orqada qolayotganga o'xshaydi. Har bir onaga shunday o'xshaydi. Bolangiz kam ovqat yeyotganga o'xshaydi, bolangizni bo'yi pastga o'xshaydi. Hammada shunday bo'ladi. Demak, shifokorimizni eshitasiz, yaxshi kayfiyat bilan. Xo'p. Onajonimizni kayfiyatini tushishga hech qanaqa sabab yo'q. Asos ko'rmayapsiz? Asos ko'rmayapman, chunki bu holat juda ham tez, qisqa vaqtlarda davolab bo'ladigan holat. Agarda shifokor bilan siz shifokor yozgan tavsiyalarni vaqtida qilib, aytganlarini vaqtida qilsangiz, uzog'i bilan 2 oy, uzog'i bilan bo'lmasa 1 oyda bolangizni shu aytayotgan hamma holatlarini normaga keltirsa bo'ladi. Buning uchun birinchi bolangizni qurt gijalarini tozalab, ikkinchi etap davoda bo'lsa, o'sha defitsit holatlarini, anemiya deymizmi, o'sha kalsiy yetishmovchilik deymizmi, vitamin yetishmovchiligimi, hamma holatlarini davolab normaga chiqarsak, bolangiz atrofingizdagi sog'lom bolalar kabi sog'lomlashib, sizni ko'zingizni quvontirib yuraveradi. Shuning uchun tushkunlikka tushmasdan darrov shifokor bilan maslahatlashib, davo choralarini boshlashlarini tavsiya qilaman. Bo'lmasalar, kesinlar. Bo'lmasa, o'zim sizni davolab beraman. Ana, Bolajon telekanalining ijtimoiy tarmoqlariga a'zo bo'lib olasiz, savolingizni yo'llaysiz va Fotima opam sizni ko'rib, kuzatib, sizga davo choralarini albatta aytadilar. Telegramdan kelgan savollarga e'tibor qaratishimiz kerak. Assalomu alaykum, meni bolam 5 yosh, nafas qisganga o'xshab chuqur nafas olyapti. Ba'zida pediatrga ko'rinsak, shamollash bor debdi, lekin hech qanday shamollashdan asorat yo'q deyaptilar. Asoratlar yo'q. Bu endi onajonning fikrlari. Demak, bu holatda
bolani onasida allergический yoki otasida allergический fon yoki obstruktivniy bronkit, bronxialniy astma kabi kasalliklar bo'lishi mumkin. Anamnezida ikkinchi yana bitta sabab bo'lishi mumkin. Bolada o'sha allergikga moyillik, o'sha nasliy moyillik bo'lishi mumkin. Yana uchinchi bir holat, biz doim bitta narsani unutmasligimiz kerak, onajonlar. Bolalarimiz 3 yoshgacha ularning organlarida, ayniqsa nafas olish tizimida shakllanish hali davom etadi. Hali ularning organlari, nafas olish organlari, o'pkalari to'liq shakllanmagan. Shunday holatlarda siz aytayotgan shikoyatlar uchrashi mumkin. 3 yoshgacha bu holatlarni albatta ko'rib, vrach bilan maslahatlashib davolasangiz, bu holatlar hammasi o'tib ketadi. Shamollamagan bolani ham nafas qitishi mumkin, qachonki bolada allergiyaga moyillik bo'lsa. Yoki bolada eksudativniy kateralniy diatez bor, yoki kimomegaliya degan bizani kasalligimiz bor. U ayrismon bezining katta tug'ilishi bolalarda. Ana shu holatlarda ham shu nervni arteriический diatez deymiz, limfogipoplastik diatez degan kasalliklar bor. Ushbu holatlarda ham siz aytayotgan shikoyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta bolangizga yana gapiraman, tibbiy ko'rik. Tibbiy ko'rik shifokorning eng to'g'ri maslahati bolani ko'rgandan so'ng, uni ko'rikdan o'tkazgandan so'ng xulosa bera oladi. Bularni o'qimayapti menimcha debdilar Asliddin Dilmurodov. Biz o'qiyapmiz Telegramdagi savollarni ham. Agar sizning savolingiz o'qilmay qolib ketgan bo'lsa, aslo xavotirga hojat yo'q. Mana Fotima opam jonli efirdan so'ng savollarga albatta Bolajon telekanalining Telegram orqali kirib javob beradilar. Assalomu alaykum, menga tegishli zo'r javob bo'ldi debdilar. Sizga minnatdorlik bildirganlar. Assalomu alaykum, meni qizim 7 oylik qo'shimcha ovqatlar va Nestle ona sutini ham emadi, lekin juda oriq, yig'loqi emas, ishtahasi yaxshi, faqat oriq. Nima qilsam bo'ladi? Ya'ni ozg'in deyapti. Demak, bu bolaning ovqatlanish ratsionini to'g'irlash kerak. Ya'ni o'sha bu bolani hozirgi vazniga qancha sut yoki qancha ovqat yeyish kerakligini biz hisoblab chiqamiz va menyularga bo'lib tashlaymiz. Birinchi sutkalik hajmini hisoblaymiz, keyin bir martalik ovqatlanishini normada 1 oygacha hisoblab beramiz. Ko'p mana o'zim onajonlarim keladi, har oyda ularning ovqatlanishini bir martada masalan qancha sut ichish kerak, shu vazniga masalan 150 tami, 140 tami mana shunaqa qilib bolani ovqatlanishini hisoblab chiqish kerak. Shunda bolani to'ygan to'ymayotganligini bilasiz. Shunda agar shunday holatda ovqatlantirilsa, bolani vazni normada bo'lib, yoshiga mos bo'lib rivojlanadi. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Allo, sizni eshityapmiz? Menimcha onajonlar bizga qo'ng'iroq qilishadi. Go'shakni bizga ulanishni boshlaganlaridan keyin ko'zlari televizorda bo'ladi, telefon quloqlarida bo'ladi va ular chalg'ib qoladilar. Sizdan iltimos, bizga qo'ng'iroq qilganingizdan keyin tez-tez savollaringizni bersangiz, boshqa onajonlarni ham bog'lanishlari uchun bir imkoniyat qoldirgan bo'lasiz. Telegramdan kelgan savollar: Assalomu alaykum, bolam 3 oylik, kekiradi, shifokor o'ti ishlamayapti dedi. Nima tavsiya berasiz? Necha oylik? 3 oylik. Juda qiziqarli savol bo'libdi. 3 oylik bola kekiradi, o'ti ishlamayapti. Bolalar 3 oylik xo'rsinib qo'ydingiz. Shifokor aytgan gaplari uchun ozgina nima bo'ldim. Chunki 6 oygacha bo'lgan bolalarda kekirish bu norma hisoblanadi. Me'yor, demak. Me'yorda bola kekirish kerak. Chunki ularni hali, yana qaytarib aytaman, ularni organlar hali to'liq rivojlanish jarayonida hali. Shuning uchun bu kabi shikoyatlar, bu kabi onalar tomonidan beriladigan shikoyatlarni biz ularga tushuntirishimiz kerak. Bu holat agar bolani umumiy kasallik belgilari bo'lmasa, bu rivojlanish jarayonidagi uchraydigan shikoyatlar. Demak, hammasi joyida, xavotirga hojat yo'q. O'ta yaxshi ishlayapti. O'ta yaxshi ishlayapti bolajoningizni. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz, o'zingizni tanishtiring. Qashqadaryodan Xurshidman. Xursandmiz. Kayfiyatingiz yaxshiligi ovozingizdan sezilib turibdi. Nima gaplar uyda?
man to'rali chaqalog'im bor. Kechasi injiqlik qilib yig'laydi. Man 8dan keyin yig'laydi, ko'p yig'laydi. Pediatrga ko'rsatdim. Kindechasining grijasi bor dedi. Kinde grija ekan. Boshchalari hammasi yaxshi, yig'layapti. Bilmayman nimadan, shuni so'ramoqchi edim. Nima qilsam bo'ladi deb. O'zingiz yig'lamayapsizmi shu kunlarda? Yo'q. Kayfiyatingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Demak, buni hal qilsa bo'ladi. Onajon yig'lamayotgan ekanlar, eng muhimi. Xo'p. Siz menga hozir bitta savolga javob berishimga turtki bo'ldi gapirishingiz. O'zingiz yig'lamayapsizmi deb savol berdingiz. Agar o'zingiz xafa emasmisiz deb. Agarda onalar xafa bo'lsa, onalar siqilsa, bolalar uni yig'isi bilan namoyon qilishi mumkin. Chunki ular siqilgan paytda, ular xafa bo'lgan paytda kortizol ko'p miqdorda ajralib, bu sutni emgan bola ham bezovta bo'lishi mumkin, yig'lashi mumkin. Siz juda ham menga shu savolga javob berishimga o'ylanib qarab qoldim va shu savolga javob tariqasida bersa bo'ladigan javobi ham bitta. Yana yig'lashning sababi kechqurungi uyi harorati. Boya yuqorida aytib ketdim. Namlik va bolalar juda mikroklimatni yaxshi ko'radi. Salqin va namlikni yaxshi ko'radi. O'shanga e'tibor bering. Havoni almashtirishga va xonani issiqmasligiga. Yana uchinchi bitta javobim boladagi o'sha bosh miyadagi holatlar. Bir xil kechasi payt, o'sha kechki payt shomga kirib yig'laydi. Qachonki bolaning boshida qorinchalar kengayishi bo'lsa, ya'ni sizlarning tilingizda, ya'ni onalarning tilida aytganda chiripnoy bo'lsa. Bu onalar tilidagi gap, qorinchalardagi kengayish bo'lsa, o'sha boshidagi qon aylanishlari buzilishi, tug'ruq jarayonlarida bosh miyada kistalar yoki qonlarni quyilib qolishi holatlari bo'lsa ham shunaqa yig'i paydo bo'lishi mumkin. Shu holatlarga e'tibor berib bolani davolashni tavsiya qilib qolaman. Rahmat. Instagram jonli efirni kuzatayotgan onajonimiz: assalomu alaykum, 7 oylik bolajonimni tishchasi chiqayapti. Kalgel mazidan foydalangandim. Bolajonim allergiyaga moyil bo'lganligi uchun allergiya berdi. Juda qiynalyapti. Nima qilsam bo'ladi? Javob uchun rahmat debdilar. To'g'ri, hozir men aytaman, shu bolalarning tish chiqayotgan paytda darrov doriga chopish kerak emas. Bolani atvikat, ya'ni nima deydi? Chalg'itish kerak o'sha paytda. Tishi chiqayotgan vaqtda. O'yinchoqlar berib, o'zlari o'sha perchatkalar kiyib, qo'llari bilan o'zlari massaj qilib, keyin ozgina o'sha nerv sistemasini tinchlantiruvchi dori vositalardan berib, albatta o'sha kalgel yoki boshqa mazlarni surish shart emas deb o'ylayman. Chunki bu ham 3-5 kunda o'tib ketadigan holat hisoblanadi. Iloji boricha medikamentoz preparatlarni erta yoshda kamroq qo'llashlarini tavsiya qilaman. Rahmat. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Beshariq tumanidan, Farg'ona viloyati. Xursandmiz. Ismingiz? Ismim Feruza. Savolingiz tayyor. Yana 3 nafar, 3 ta qizim bor. Qanday baxtli ona ekansiz? Hozirda o'sha 3-sinf eng katta qizim kechqurun uyquni ichida siyib qo'yapti. Orqasidan yana 1-sinf qizim ham yana u ham boshladi. U oldinlari unaqa emas edi, u ham shunaqa odat chiqardi. Uni doktorlarga ko'rsatdik, bu gormonal buzilish deb dorilar yozib berishdi. Ular ichsa qizlarim semirib ketyapti. Nima maslahat berasiz? Kimlarga ko'rsatsam bo'ladi? Qanaqa doktorlarga olib boray ekan? Bitta savolim bor onajonimizga. Shu bolalaringizni oldin o'zingiz siyib qo'ymaslaringizdan oldin yoshligidan kechqurun siyishga turg'izarmidingiz? Yo'q. Chunki orqama ketim tuqqanim uchun katta qizimda, ayniqsa qaynonam katta qilib berishgan, o'sha anaqa ko'proq pampersda qolgan. O'shanga ham shunaqa bo'lganmikan?
pampersdan o'z vaqtida chiqarish va kechqurun tunda bolalarini onajonlarini to'smasliklarini siyishga chiqarmasliklarini aytib qolaman, chunki bu enurez defekt uhoda deymiz, o'sha bolaga yaxshi qaramaganlik oqibatida kelib chiqqan enurez ham bo'lishi mumkin. Men bu savolni berib onajonimizga ularni o'zlari shu sabab bo'lib qolmadilarmi enurez bo'lishlariga degan narsani aniqlashtirdim. Bunday holat kuzatilmagan ekan. Demak, bu bolanda albatta shamollashni, siydik yo'llaridagi infeksiyalarini, urologga borishlarini tavsiya qilaman va albatta nevrolog bilan birga, chunki buni kelib chiqish sababi asosida nevrologik holatlar hamda urologik kasalliklar yotadi. Ularga tavsiya qilaman. Semirib ketyapti ham. Semirib ketayotganliklari bo'lsa, ko'pincha bolalar semirib ketadi perihodnoy возрастda, agar gormonal o'zgarishlar bo'lsa va qurtlardan keyin ham bolada semirishlar kuzatiladi. Noto'g'ri ovqatlanish, ko'p shirinliklar yeyish, non mahsulotlarini ko'p yeyish, bu kabi agarda bolada kuzatilayotgan bo'lsa shu holatlar, uni ham mutaxassisga borib semirish jarayonini to'xtatish kerak, chunki bolalar juda ham semirishga moyil bo'ladi va bu keyin endokrin o'zgarishlarga olib keladi va bu holat qaytmas holatlarga olib kelib qolishi mumkin. Fotima opa, bugungi ishtirokingiz uchun katta rahmat. Qanchadan qancha onajonlarimizning tibbiy savodxonliklarini oshirishga o'zingizning ko'magingizni qo'shdingiz. Yana siz bilan studiyada ko'rishni niyat qilib qolamiz. Bizga savol yo'llagan barcha onajonlarga xavotirga hojat yo'q. Pediatr, pulmonolog, 30 yillik tajribaga ega Fotima Fayziyevna tez orada savollaringizga javob beradilar. Yana bir eslatib o'taman, kelasi haftadan biz kechki efirlarda, ya'ni 19:00 da chorshanba kuni Bolajon shifoxonasi dasturi orqali siz bilan uchrashish imkoni bizda bor. Salomat bo'lasiz.